Viloyat fermerlar kengashi tashabbusi bilan G'ijduvon tumanida qishloq xo'jaligidagi bugungi dolzarb masalalarni o'z muddat me'yorlarida amalga oshirish yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbarining bu boradagi qarori mazmun mohiyati tushuntirildi va yer egasining yangi loyihalari ko'zdan kechirildi. Shuningdek, dala atroflarini plastik buyumlardan tozalash ishlari olib borildi. Ko'p tarmoqli fermerlar safini kengaytirish va dala madaniyatini shakllantirish bo'yicha Respublika Fermerlar kengashining yangi tashabbusi. Darhaqiqat ayni paytda bozor munosabatlari fermerchilikni yangi yondashuvlar bilan rivojlantirishni taqozo qilmoqda. Shu ma'noda ta'kidlaydigan bo'lsak, yaqinda Respublika Fermerlar kengashi yangi tashabbus bilan maydonga chiqdi. U ham bo'lsa, ko'p tarmoqli fermerlar sonini ko'paytirish va joylarda yer egalarining dala madaniyatiga jiddiy e'tibor qaratishini kengash vakillari tomonidan ko'rgazma sifatida tashkil etishdan iboratdir. G'ijduvon tumanidagi Kalon Majid fermer xo'jaligi dala maydonida o'tkazilgan o'quv seminari davomida bu boradagi kechiktirib bo'lmas vazifalar muhokamalar markazidan joy oldi. Seminar jarayonida uning qatnashchilariga viloyat fermerlar kengashi tomonidan fermerchilik taraqqiyotini ta'minlash va dala atroflari tozaligiga har tomonlama rioya qilish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, yer egalarining iqtisodiy jihatdan o'zini o'nglab olishi uchun Respublika fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar haqida ham to'xtalib o'tildi. Jamg'arma hududiy vakilining bizga taqdim etgan ma'lumotlariga qaraganda, seminar jarayonida fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan beriladigan kreditlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Ko'pchiliklari hozir bugungi kunga arizalar yubortirib, texnikalar bo'yicha, qahramonlar sotib olish bo'yicha arizalar yuborishlari bo'yicha ta'kidlab o'tdilar. 26-yil 2-chorak davomida Buxoro viloyati bo'yicha fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan 5 milliard 700 million so'm imtiyozli kreditlar fermer xo'jaliklariga imtiyoz tariqasida berildi. Shu kuni seminar qatnashchilari Kalon Majid fermer xo'jaligida amalga oshirilayotgan zamonaviy loyihalar bilan ham tanishdilar. Ayniqsa bu yerda chorvachilik ravnaqi yo'lda amalga oshirilayotgan ishlarga yuqori baho berildi. Umuman olib qaraganda G'ijduvonda davr bilan ham qadam, zamon bilan ham nafas fermerlar ko'pchilikni tashkil etadi. Fermerlarimiz ishlab chiqarishda ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklar bo'libdi. 256 ta fermerimizdan 110 ta fermerimiz ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklar bo'libdi. Bu degani ish joylari yaratilyapti, oziq-ovqat mahsulotlari yaxshi bozorlarimizga to'kin sochiligi davom etmoqda. Izlagan imkon topadi. Tabir joiz bo'lsa, Kalon Majid fermer xo'jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq olib borilayotgan keng ko'lamli ishlarni viloyatning boshqa hududlarida keng tatbiq etishga kelishib olindi. Sutni qayta ishlashni rivojlantirmoqchiman, go'shtni qayta ishlashni rivojlantirmoqchiman. Bularni ikkovini ham rivojlantirsam, har qaysiga 10 tadan 20 ta shu o'rin yana yarataman. Mana bog'dorchiligimiz bor, baliqchiligimiz bor, asal o'g'richiligimiz bor. Shu kuni fermer xo'jaligi paxta dalalari atrofini plastik buyumlardan tozalash jarayoni kengash vakillari tomonidan ko'rgazma sifatida tashkil etildi. Albatta, plastik buyumlar tuproq unumdorligini oshirishga jiddiy salbiy ta'sir etadi. Buning uchun har bir fermer o'zida mas'uliyatni dildan his etishi kerak. Shu ma'noda ta'kidlaydigan bo'lsak, yig'ilish davomida bu boradagi ishlar atroflicha ta'kidlab o'tildi. Aytish mumkinki, dala madaniyati fermer majburiyatidir. Bu boradagi ezgu va xayrli ishlar esa viloyatning barcha tumanlarida davom ettirilmoqda.